Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralashi doirasidagi navbatdagi o'yinlarni mehmonda 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi hamda 10-iyun kuni Toshkentda Qatar termasiga qarshi o'tkazadi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi yaqinda ruminiyalik 55 yoshli Kosmin Olaryoni bosh murabbiy etib tayinlagan edi. Bugun esa Qatar terma jamoasi yangi bosh murabbiyni tanishtirdi. Ispaniya terma jamoasi hamda Portugaliya, Angliya hamda Ispaniyaning bir nechta klublarini boshqargan bosh murabbiy Julen Lopetegi Qatarni boshqarishi e'lon qilindi. Shu tariqa Timur Kapadze ikki yangi bosh murabbiylarga qarshi to'qnash keladi. Agar terma jamoamiz Birlashgan Arab Amirliklari bilan safarda eng kamida durangga imzo cheksa, Jahon chempionati yo'llanmasini naqd qiladi. Lekin terma jamoamizdan durang emas, faqat g'alaba kutib qolamiz. O'zbekiston U17 terma jamoasi ertadan Toshkentda yig'inga kirishadi. Islombek Ismoilov boshchiligidagi o'smirlar terma jamoasi 2-may kuni shu yilning noyabr oyida Qatarda o'tadigan Jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 10-may kuniga qadar davom etadigan yig'in davomida mashg'ulotlar Toshkent shahri va Chimyon tog'ida o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, o'smirlar o'rtasidagi Jahon chempionati 3 va 27 noyabr kunlari Qatar mamlakatida o'tkaziladi.